Yerdagi opalarimiz, akalarimiz, singillarimiz bemalol 1-2 metr oldin aktivasini. Hala. Aha. Abagilar ko'rib olasizlar, Boburjon akam. Hala. Keringlar boshqalar ajoyib o'yinlarimizda. Ajdaho tomoshalari. Sherxona qalay kechiriga. Yelar ekanlar. Shoshilmasdan chiqar beramiz. Hala. Yelar ekanlar. Shalvini Shoshilmasdan shavlamiz. Asarovani ko'rib oldik. Mana alovlarda puda bordi. Endi mana shu yonib turgan alovlarda badanlariga, tillariga bosgan holatda bitta o'chirib borsin. Ko'rib tomosha qilamiz. Qani? Marhamat. Ha. Yes, hoşlanıyoruz yine. Yes, hoşlanmazsan şahane. Hadi. Yemeğe yine. Hoş Kemal Merazzo. Arsın karşıya mesela çırağıya karşıya veriyor. Sizlarga bitta qiziqarli tomoshalar. Mana bittasi o'chib borgan, bittasi yonib turibdi. Mana shu holatda yoqib borsin. Aha, ikkovini baravar holatida o'chirsam bo'lar ekan, ko'rib tomosha qilinglar qani. Chiroyli qarsa bilan davom Obagilar har kuni mana shu armaturani kekirdeklarida, tomoqlarida egib boradi. Bugun Xudoolasi bundan ham chiroyli tomosha. Endi bugun mana shu armaturani ko'zlarida egib borsin, ko'rib tomosha qilinglar. Hadi. Havalaylar. Aha. Obagilar ko'ring, tomosha qiling. Mana bola ko'ziga armaturani bir uchini ko'ziga qo'ygan, bir uchi yerda turibdi. Mana shu holatda Xudo xolasa Alloh sharmanda qilmasa, mana shu armaturani egib boradi. Asarim yaxshi niyat bilan, yaxshi ko'z bilan tomosha qilasizlar, chiroyli qarsa bo'lsa ko'rib borasizlar. Mana. Foydotliqda taqdim Aha. Eskilar bekorga aytmagan. Ko'zda nima bor desa, Nuri Muhammad deydi. Asarim ko'zlarda nurlar bo'ladi. Ko'ring, tomosha qiling. Eng xavfli o'yinlarimizdan biri. Mana shu holatda qo'lini tegizmasdan egib boradi, ko'rib tomosha qilasizlar. Qani, xolos. Mashina. Yaxshilab qo'yamiz. Sharbalar. Tayyormi? Mana bitta olib bosdagida. Ha. Bos. Barakalla, shoshilma. Qaytarmasdan. Mana barakalla. Ey shirsin. Qarsagan bo'lsa bitta chiroyli qarsaylar bo'lsa. Haya. Enobagilar mayli. Bola endi shunday kirib o'tiradi. O'tirgan holatda mana shu armaturani qolgan joyini shunday tomog'iga qo'yamizda, orqaga tortib, mana shu buqqan holatda armaturani egib boramiz, ko'rib tomosha qilinglar. Qani? Ha. Bitta ovozi bilan qarsa chegarlarni qo'llarida ko'rmasin iloyim. Hayya ekanlar.
I guess you know. Aha. Mana ko'rdik armaturani ko'zida, tomog'ida egi bordi. Endi ko'ring, tomosha qiling. Halol ovqat non yeydigan ishlarda ham armaturani egi borsin, ko'rib tomosha qilinglar. Mana Shake your body, body, move your body, body, 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 shake your body, body. mana Bosing hapolma. Mana. Ha. Aha. Boburjon, opalarga maqtay yotibman, buni tishida qayirib beradi dedim. Nima bo'lyapti? Aka bu qarsiga bitta gugurchuk mumkin edi. Qarana qo'yta qarsi bo'lsa. Hali. Bo'ldi, ko'p borman, sen bo'ladi. Hali qaytarmasdan endi. Bosing. Hali. Abaro. Ya barakalla, chiroyli qarsilar bo'lsin. Ha. Endi mayli, ko'ring tomosha qilgan polvonlarga xos tomosha. Endi mana shu yerda shuni yotadi, ana shu yotgan holatda polvon yigitlar ko'taradigan toshlar bor. Ana shu toshlarni borani qoniga qo'yib, qo'zg'olonga urib boramiz, ko'rib tomosha qilinglar, qani, shoshilmasdan. Marhamat. Ha. Ye barakalla. Mana hushyor bo'lamiz endi. Azarim ko'ring tomosha qiling, mana qonida tosh, mana darvoza yetib qo'lida bozg'an. Mana shu bozg'onlar bilan, kuvallar bilan bor kuchi bilan urib boradi. Urganda ham yuqoridan aynatib urib olsin. Sizlar bo'ldi demagancha to'xtamaydi. Faqat hamma tomoshaga qiziqib ketib qolib, bo'ldi desh esdan chiqmasin. Qani, qarsiylar bo'lsa, ko'rib tomosha qilamiz. Ha. Muhammadjon xushtor bo'lamiz ha. Endi to'g'ri tosh ko'ramiz, yana tosh ko'raman deb bir urib bosh ko'rib, enasini ko'rsatib qo'ymang yana. Qarsiylar bilan ko'rib tomosha qilinglar. Shoshilmasdan xushtor bo'lamiz. Alloh yor bo'lsin, Alloh sharmanda qilmasin. Qani ketdi. Hey! Ya. Toshga ur dedim, boshga deganim yo'q. Qarsi bo'lmasa boshiga uramiz deyapti. Bitta ovozi bilan qarsi bo'lsa, qani. Shoshilmaymiz, endi xushyor bo'lamiz. Alloh yor bo'lsin, Alloh sharmanda qilmasin. Bosdik. Sol. Qaytaymasdan. Ya barakalla. Yana. Bo'ladimi? Qarsi yo'qmi? Barabar qarsilar bilan bo'lar ekan. Ana bo'lmasa. Bir narsani aytaman deb esdan chiqib qoldi. Yo avut bo'ladi, yo nakavut bo'ladi demoqchi edim. Mana o'zi nangdavon bu bo'ldi. Bitta chiroyli qarsi bo'lsa sakrab turib boradi. Qara. Ye barakalla. Azaram sizlarga xizmatingizda guruhimizda ajoyib yigitlar Boburjon ukamiz bo'ldi. Boburjonni haqqiga bitta chiroyli qarsi aytib qo'yinglar. Qara. Aha. Obagelar mana